Va bizni mana bunday Faberlic kompaniyasidan yuvinish uchun gellari 3+ 3 yoshdan boshlangan bolajonlarimiz uchun yuvinish gellari mavjud. Mana bular shunaqangi shirin, eski yoshlikni eslatadi. Karamelniy popkorn hidlari, yagodniy hidlar va banan hidi. Juda ham shirin hidga ega, terini quritmaydi, muloyim tozalab beradi. Har kuni ishlatishga mos. Farzandingizga ishonchli parvarishni tanlang. Bizda Faberlic kompaniyamizda mana bunday ajoyib tish pastalari mavjud. 3+ hamda 6+ mana 6 yosh va 3 yoshdan boshlangan alohida tish pastalarimiz mavjud bo'lib, bu bolajonlarning nozik tishlari uchun maxsus yoshiga moslab ishlab chiqarilgan. Yoqimli ta'm, bolalar uchun sevib ishlatish uchun emalni ehtiyot qilib beradi, kariesni himoya qiladi, kundalik foydalanishga moslashgan. Tishni yuvish endi majburiyat emas, qiziqarli odat hisoblanadi. Bolalarga agar olib bersanglar, sog'lom tishlar, baxtli bolalik garovi. Tavsiya qilaman. Bizda Faberlic kompaniyamizda shunday kremlari mavjud bo'lib, detskiy kremchalarimiz bor. Xo'p, 3+ detskiy kremlarimiz mana va 0+ detskiy kremlarimiz bor. Bu kremlarimiz mana bunisi 0+ podguznik deyilgan. Bu Bepantenning o'rnini 10 barobar zo'r qilib bosib beradi. Chunki bunda effektni bir pasda sezasizlar, bir zumda effekti bilinadi. Qizarishlarni tez yo'qotib beruvchi juda ham zo'r kremimiz va mana bu kremlarimiz bolajonlarni nozik terilari uchun hammasi qizarish va quruqlikni kamaytirib beradi, terini chuqur namlab himoya qilib beradi. Bolangizni terisi yumshoq, sog'lom va himoyalangan bo'lishligi uchun ishonchli parvarish Faberlic bilan. Xo'p, detskiy atirimiz bormi deb so'rab kelishadi. Mana bizda aynan bolajonlar uchun, mana bolajonlar uchun detskiy aromatическая вода, ya'ni bolajonlarimizni 3 yoshdan boshlab o'zini atirchasi bor. Juda ham shirin hidga ega, bolajonlar uchun mos tushadi. Bizda mana detskiy sovunimiz bor, 3+ bolajonlar sovuni. Bolajonlarni rasyoska tarag'i nozikkina sochlariga mo'ljallangan va bolajonlarni laviga quritmasligi uchun juda ham shirin hidga ega, malina ta'mli mana bunday balzami bor lablari uchun. Mana bunday pomadasi bor, bu yerda uzukchasi bilan alohida, teni bor alohida va bu yerda komplektda 3 ta uzukcha bor. Mana shunday komplektlarimiz mavjud farzandlarimizga.